Bismillahirrohmanirrohim. Imron ibn Husayn roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Assalomu alaykum" deb salom berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu insonning salomlariga javob qaytardilar va bu insonga 10 ta savob yozildi dedilar. Shundan so'ng yana bir kishi kelib, "Assalomu alaykum va rahmatulloh" deb salom berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu insonga ham javob qaytardilar va bu insonga 20 ta savob yozildi dedilar. So'ngra 3-chi kishi kelib, "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh" deb salom berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu insonga ham javob qaytardilar va bu insonga 30 ta savob yozildi dedilar. Bu hadis bizga shuni o'rgatadiki, kim qanchalik go'zal va mukammal salom beradigan bo'lsa, unga beriladigan savob ham shunchalik mukammal bo'ladi. Salom musulmonlarning belgisi, u muhabbat va birlikni mustahkamlaydi. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga salomni keng yoyishga buyurganlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.